Bugun yuzingizda hech qanday makiyajsiz makiyaj effektini o'rganamiz. Bu yuzingizda tabiiy chiroy berib turadi. Buni asosiy esa yuzni chuqur namlantirib parvarish qilish, undan keyin esa makiyajga bemalol o'tishimiz mumkin. Bu etapsiz bu makiyajimiz o'xshamaydi. Chunki asosi yuz parvarishi va sog'lom yaltirash. Iloji boricha namlantiruvchi toner va sivrutkalar bilan yuzni yaxshilab namlantirib olamiz. Tonga esa iloji boricha CC yoki BB tonalkalarini tanlaymiz. Ular yengil yotib yuzga tabiiylikni beradi. Mana o'zingiz farqini ko'rishingiz mumkin. Oriflame'dan mana shunaqa yangi gubkalarni ochdim. Bittasi pudraga, bittasi tonalkalarga. Mana shunaqa namlantiruvchi spreyni sepib, shu pudrani yuzingiz ustida yurib chiqqaningizda ortiqcha tonalkani olib, yuzda yanada tabiiy rangni beradi. Ko'zdagi qorayishi va lifting effekti uchun konsilerlardan foydalanamiz. Uni sразу rastoshovka qilmasdan 2 minut qo'yamiz. Undan keyin bemalol rastoshovka qilishingiz mumkin. Shunda konsiler siz xohlagan effektni beradi. Pudra uchun mo'ljallangan gubka bilan rassipchati pudrani yuzimiz yog'lanadigan asosiy joylargagina surib chiqamiz. Butun yuzga emas. Yuzimizga tabiiy rang berish uchun rumyanalardan foydalanamiz. Yanoqlar ko'zga teng o'rnida va burningiz uchiga ozgina surib qo'ysangiz, yuzingizga chiroyli qizillik beradi. Tushni esa shu usulda surganingizda uzun va juda ham akkuratni chiqadi. Pomadalardan nude rangni tanlaymiz. Mana tabiiy makiyajimiz tayyor bo'ldi. Baho bering.